Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa meni Namanganda ustanovka ishlariga kelganmiz. Eshiklarimiz massivniy eshiklar. Chiroyli qilib ustanovka qilishlarni boshladi. Xudo xolasa sapajoylarni endi qo'yamiz. Hozir faqat shu penaga qo'yib, oldidan ichga koronalarni o'rnatib, chiroyli qilib ustanovka ishlarini boshlab oldik. İki qanatlilar, massivniy eshiklar. Bir qanatlilari bular. Namanganda ishlayapsiz aka, Namanganda. Hammasi massivniy eshiklar. Xudo xolasa bularni chiroyli qilib ustanovka qilib, oxirida bir qator video qilib qo'yamiz, joylaymiz, ko'rasizlar. Kanalimizni kuzatib borlar, kanalga obuna bo'lishni istab qolmanglar, like, komment kutib qolamiz.